Assalamu alaykum, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyaning Ichil dasxinim programmasi. Program riyosatchisi Nijat Valiyovdan hammalarga sevg'inishli salom, oliy ehtirom. O'zimiz va o'zga millatlarning isil taomlari Ichil dasxinimda, cho'lponlar bilan bo'lgan eng yaqin orliq Ichil dasxinimda. Qozonbeshidagi ko'ngillik paranlar o'xshashla Ichil dasxinimda. Qadrli do'stlar, Ichil dasxinim programmasi yo'l qo'yilgan bu 20 yilga yaqin vaqt ichida mazmunining mo'lligi, shundaqla intayin qiziqarligi, shundaqla turmushga yaqinligi bilan nurg'ulg'an ko'rmanlarimizning yoqtirishiga muyassar bo'ldi. Bugun mana Maytog'dan bizning yana bir suyimlik bo'lgan ko'rmanimiz, ixlosman tomoshabinimiz bo'lgan Zulfiya xonimi alayda Ichil dasxinim oldiga qadam tashrif qilibdi. Assalomu alaykum Zulfiya xonim. Yaxshimisiz Nijat aka? Yaxshimiz Zulfiya qanaqa ahvolingiz? Assalomu alaykum ko'rmanlar. Yaxshimisizlar? Men shu programmani boshlangandan yoqi shunda undan ko'rib o'zim yaxshi ko'rganligim uchun talab qilib men shu tomoqlarni etib beray deb keldim. Mening o'zimning aytgan tomoqim asosiyatda millicha opalarimiz, momlarimiz aytgan tomoqlar odatda. Masalan, endi chashma go'shtdan deydi, qotlama deydi, ularni endi hozir yoshlar hech qaysi qilmaydi asosiyatdan. Biz endi shu nimalarni endi o'zim bildigan tomoqlarni etib beray deb, shu chashma go'shtdan etib beray deb bugun shu programma qatnashdim. Yaxshi bo'pti Zulfiya deb. Sizning birga pozdek u vaqtda kelgandi, men o'zim talab qilib deb. Amaliyotda Zulfiya xonim haqiqatan bizning ayt ixlosman ko'rmanimizda bizning birinchi programmamizdan boshlab qo'ymay ko'rib kelayotganligini aytgan chog'da bizning ayt suyunib ketdik. O'z navbatida bu g'animat fursati Zulfiya xonimni qarshilashib bilan birga Zulfiya xonimning yurtidagi barliq bizning ixlosman ko'rmanlarimizga, suyimli qarindoshlarimizga, ekran oldidagi hozir shu topda sizga qarab o'tirgan bizningki qo'y ko'zlarimizga salomimizni yo'llaymiz. Amon bo'lgaysizlar. Shundaqla programmamizni yoqtirib ko'rganlarga ko'pdan ko'p tashakkur. Balkim shu topda ekran oldidagi ko'rmanlarimizmi intayin qiziqayotgan bo'lsa kerak. Zulfiyada undaq bo'lsa biz qolgan gaplarni sal turib qilishaylik. Avval Qozonbeshida kelgan kiyimlarimizni kiyib olaylik. Bo'ldi, ma'qul. Ekran oldidagi ko'rman do'stlar, ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyaning Ichil dasxinim programmasi. Undaq bo'lsa biz bugun oldi bilan shu siz degan chashim go'shtdan ketadigan xurushlar bilan bir tunishib o'taylik. Bu xurushlar biz odatda yeydigan go'shtlarning xurushlariga o'xshamda bir tunishtirib qo'ysangiz. Masalan, un. Masalan, biz ishlatmoqchi bo'lgan shu unni qo'ydan barkat unmay pishlab ishlasa ta'minlagan. Haydi ishonchliga shunaqlamışlar, men tasbek o'xshaydi deydi. Ondan keyin qo'y go'shti. Qo'y go'shtini o'zimiz olgan. O'zimiz bo'lsa. Endi mush quyruqmay degan asosiyatdan butun mush kasallarning shunda davoga bek foydali qamchilar. Oposhlar kechikcha shuna deydi ekansizlar, bu quyruqmayni bek foydali deb, lekin biz yoshlar faqat yaxshi ko'rmaymiz. Sizlar quyruqmayni qadrini yetamaysizlar-da, bilmaysizlar uning foydaligini. Qanday foydaliklari bor deb? Buning foydaliklari, masalan, kichik vaqtingizni og'rib qolganingizda. Hozir demak ishdim. Kichik og'rib qolgan vaqtingizni o'tlab qolsangiz, ishqizib ketadi. Guplik ichib ketadingiz, saqib qoladingiz. Şunun foydası. Ama nurgulgan mesela biz adet yediğin yutazlar bo'lsin yoki boshqa qatlımlar bo'lsin, quyruqmaylar ishlatamiz. O qatlımlarga anadagi chigirdaklarni ishlatamiz. Quyruq yog' to'g'risini programmamizda boshlamay xeyli ko'p to'xtalib oldik. Undan boshqa qarsam, bugun biz aytadigan shu chashma go'shtdan yana piyoz ketadi ekan, shunaqa. Yo'g'on bir qanday bosh piyoz. Bosh piyoz ketadi. Undan keyin limon. Limon endi o chashma go'shtdan pishib chiqib bo'lgandan keyin uni siqiblamda qo'yib bersak, iste'mol odatimizga asosan. Endi endi ko'nglingiz ketmaydi demoqchi qo'y. Limondan keyin salomatlikqa bo'lgan foydali taraflarini intayin ko'p so'zlagan, intayin mo'l bo'lgan vitamin C va yana vitamin C ning eng yaxshi manbasi deyishga bo'ldi. Undan boshqa asosligi bu yo'l sovuq bo'lganligi uchun masalan biz chashma go'shtdan yeyish ko'ngilga tikib qoldigan shunaqa issiq tutib qolgan ahvollar bo'ldi. Limonda mayli buning suyini chashma go'shtdan temizleyip versek mi yoki ayrim yaproq chiqilib yesak mi yoki buni choy damlab qizilcha g'isab iste'mol qilsak mi issak mi bu bizning salomatligimizga nisbatan foydali intan yaxshi tangshash rolini o'ynagan bo'lamiz. Undan boshqa bugun biz ishlatmoqchi bo'lgan bu xurush ximit turishmi? Ximit turish, даже nimaga solamiz? Unga solamiz shunaqa. Bugun Uyg'ur korxonalarning ayt yaxshi hamkorlashgan bir hukumatli xo'janing barakat unlari bilan qaydoning kumush xurushlari birlashib o'xshagan bir xizmat tayyor bo'lgan bo'ldi. Onun başka yana? Ondan keyin soda. Sodada soğusasak da eriydi. Bunu soğusamayımız açık ximir unğumuna çiçersek buldu. Buldu. Şunaq juğurumuz ximirini başlamdı. Şunaq. Biz işletmekçi olan may bugün yanından ait işençilik boğan üyümüzde köp işletilgan eksan maylarına tayarlıq bulamda. Buldu. Demek ki hazır Ichil dasxinim aldıda bizge kerek boğan xam materiallarımız taqı oldu. Chashma go'shtdan ketarlik materiallar: un, boldurg'ush, soda, qo'y go'shti, bosh piyoz, tuz, qarmush, yog'.
Zulpiyada Allah olsa oldi bilan ximir yug'irish bosqichiga o'tib ketaylik. Bugun do'stlarning kim o'rganilishi oson bo'lishi uchun ijod yangi qurbonlik berib, o'z bir chetdan siz bilan tang mashg'ulot qilib, tang etib yiqishni sinab ko'rmoqchi. Qo'shilamsiz. Uni qo'shilmay qila olasizmi endi? Siz program ko'rganida izchil ma'noga nisbatan bir gumoniy nazarda qaraydi ekansiz-da. Men endi obyektiv va subyektiv nuqtalarda ma'lum to'lib tashgan ishonch bilan qarishingizni to'lanchilik bilan tavsiya qilish bilan birga bugungi programmamizda menga yaxshi hamkorlik bir xil pozitsiyasini bildirib, yaxshi yetaklashingizni tavsiya qilaman. Olayda o'g'itib qo'ymaysizda. Xudo xohlasa xamirni siz yug'urib beraman. Men yug'urib beraman. Bo'ldi. Buning uchun masalan biz bugun qancha go'shtdan tayyorlaymiz? Chikkini, shundaqmi? Endi chikkini tayyorlaymiz, shunaqa qilaylik. Buni qanchalik un ketadi taxminan? 2 piyolda un ketadi. 2 piyolda un ketadi, kichik piyolda 2 piyola shunaqmi? 2 piyolda qilsa, 1 piyolda bir go'shtdan bo'ladi-da. Qarmoqlar biz bu unning rangiga qarasak misol sag'ush qiyiqini, demak haqiqatan oqart qushlar ishlatilmaganda aytdi sap bo'lgan uni ekanligini bila olamiz. Endi buningga yana odin qanchalik solamiz? Bir qo'shib solamiz. Ya'ni yuqorida Zulfiya xonim bugun biz ishlatgan barkat ulardan 2 piyolani soldi, undan keyin yana bir qo'shiq atrofida ichit qo'ysaldi. Undan keyin tuzni qanchalik soldik ada? Tuzni bir qo'shiq solamiz. Bir qo'shiq soldik. Sudan qanchalik qo'yamiz? Sudan 2 piyola unga 1 piyola suv qo'ysak bo'ladi. 1 piyola atrofida shunaqa. Mantini ximiri odatda mantini ximirini yug'aganda bo'sh paka yug'iramiz buni. Mushu ximir yug'irib kelgan odam bilan yug'irib boqmagan odamning farqini uning harakatidan nihoyat oson ko'rib olg'ili bo'ldi ekan. Ya'ni endi mush programmaga riyosatchilik qilish jarayonida men shuni bilardimki, tomoq itib ko'rgan qo'llar odatda sizdek mush bir qo'ldilar. Bir qo'lda ayna qachini bo'lsin yoki dasin tutib oldi ekanki bir qo'lda yug'irdi ekan. Agar tomoq itib boqmagan bo'lsa 2 qo'lda yug'irdi ekan. 2 qo'lda yug'irdi. Ustashpazlar shuna qildi. O'zingizni bek maqtab ketib borsiz edi. Xo'sh, unaqa siz so'rab qo'yay. Qanchalik qo'l tomoq etyapti? O'zim sal qo'saq amroqroq bo'lgandan keyin tomoq. Uni ko'rib oldi, qo'saq amroq kelganizni bilib olishga tamamen bo'ladi. Lekin haqiqiy tomoq etishga qiziqib, shuni bir o'zingiz kasb yo'lda tanlaganingizz qanchalik bo'ldi? 30 yil bo'ldi. 30 yil bo'ldi. Zulfiyada haqiqatan turmushni bak yaxshi suydigan ayol ekan. Bek suyma. Shunami? Qanaqa suysiz? Mush tomoqni etishni bek yaxshi ko'raman o'zim. Bek yaxshi ko'raman. Hozirda bez qilman. Charchamamsiz? Yo'q. Tomoq etishcha. Mush kechlarimi, kashlarimi qo'sqim ichkasa, qo'pib tomoqni etib yuraman. Meni odatda kechda qo'sqim ichkasam, ko'zimni chin yumib, bu tuyg'uroqqa ishlamay yog'an deb quloq qolaman. Yo'q. Men mening topmaydi. Ashadami? Men ashuni toza etib yeb qilgandan keyin xotirjam uxlayman. Zodi qo'sqimni bir to'xtatib. Zodi qo'ygasam bo'lmaydi. Masalan, odatda kechlar bo'lsa, qanday tomoqlarni yeysiz? Kechlar bo'lsa-chu, mushu kinolarni ko'rib, shu chaqda ashlarlik tomoqlarni yesa, masalan, tayyor cho'plarni yesa, mening shunday yegim ketgach, qo'pib etib yeb olaman. Men diyor sizni hamda yarim kechida o'tkazib qo'yib yerga o'xshab tayyor cho'p yeydi ekansiz. Tayyor cho'p yeymayman. Qo'yib lag'ma etib yegim ketgach, soat 9:10 qo'pib lag'ma etib yeb o'taman. Qo'shib ketganimda uyingizdagilar tamoqat dedi. Bolam bo'lib qo'shib ketadi. Shundami? Hozir mana birdamda Zulfiya xonim nihoyatda chaddaslik bilan bir qala xamirni yug'irib oldi. Shundan mamnuniyat ilkida qarayapsizmi? Nechta mukammal. Ham buni qanday qilamiz? Uni yo'g'itimiz bo'lar endi bu yo'gashni sizga o'tnab berdim. Programmamiz haqiqatan bakka yo'rdi ekansiz. Shu yo'gash bosqichini men tamomlashni internetda ko'rmoqchiman. Ma'qul. Qolgan nima ishlar bor? Bo'ldimi endi? Yo'q, bo'lmadi. Endi siz bir tarafni go'sht to'g'raysiz, men bir tarafni go'sht to'g'rayman. Ikkimiz tang to'g'rab qilamiz. Tang to'g'ramiz. Siz tang aytman dedingiz emasmi? Tang aytman degandan cho'qim tang aytimiz buni. Qo'yatdingiz emasmi? Shuningga atgan po'ringizga tushdiq, tang etishimiz kerak deyapsiz. Cho'qim etib beramiz. Tang aytimiz ikkimiz. Ma'qul. Xudo xohlasa tang etaylik. Go'shtni odatda biz go'sht ishlatgancha qanchalik atrofida ishlatamiz? Mushunimga hozir 300 gram go'sht ishlatamiz. 300 gram atrofida go'sht ketadi. Go'sht to'g'rashga mixil so'qan qanday shaklda to'g'raymiz? Mantlarni, xamirlarni qijmaqandek to'g'raysiz. Demak, siz buni go'shtini mantining qiymasini qilgandek. Mantining qiymasidan sal yo'g'aroq bo'ladi. Sal yo'g'aroq bo'ladi. Go'sht odatda to'g'rigan vaqtimizda sal to'ngroq odatda bo'lsa, oson to'g'rildi, qashmay. Lekin yaxshi yeri bizning pichoqimiz yaxshi-ku. Men pichoqimdan kelgan pichoq. Bizning bugun ishlatgan bu pichoqlarimizda turmush buyumlarini nazifa turmush buyumlari ta'minlagan. Haqiqatan inson qulaylik, uning salomatlikka
ziyini bo'lmagan, bexatar, ishonchlik turmush buyumlari hisoblanadi ekan. Men o faqat ishlatib boqmayapman-ku, ammo ma pichoq haqiqatan bak yaxshi-ku. Yaxshi kerak. Endi men yana o'zimizning gapimizga qaytib kelsak, bir tarafdan go'shtni qo'rg'ash, bir tarafdan endi davomli mo'ndi shaylar. Chayxoningiz borki hozir, shunaqa. Chayxoningizning so'zi qanday? Bizning maytaqlarda ayının şu 10. sıradan başlap, aylık taqatim 25. sıradan başlap, 10. sıradan başlap 25. sıragacha maaş yeridan kan rayonluq o'rin bo'lgan ekan, maoshliq o'rin bo'lgan ekan. Bizning ayollar shundan bilan choy boshlanib ketadi, bank choy, pul choy deb. Shu choylarni odatda restoranlar hozir jiq bo'lgan bilan uyda uyning qamoqlarini, uyning taomlarini yeymiz deb sevinib qoladi. Siz bek oz to'g'radingiz, men ishlik to'g'rab bo'ldi mana. Shundan bilan endi odamni ayblamay, ko'ngillik bironlarni qilsam birdamda tugaydi. Bunamsa. Mana shundan bilan manamsa. Xotaga o'xshayman hali. Mana o'tnabdingiz mana. Shundan bilan shunaqa vaqtlarda odamlar qaynab ketadi. O'zingiz bir odam etamsiz? O'zim bir odam. Haqiqatan zo'q-sho'q bilan qilgansizda, deb yaxshi ko'rgansizda. Bir tarafdan kulib birmanda bularga. Kulib esa mening kulkam dapli keladi. Undaq bo'lsa, jabbi tez to'g'radingiz siz. Mana to'g'rab bo'ldi mana. Qog'ini piyozni to'g'ramsiz? Siz piyozni to'g'ramaysiz juma. Asta. Bugun bizning programmamizdan bu film ishliksiz qanday bir ko'rinmanda keldi. Nimda ishlimga ishlamaysiz, men go'shtni shunday yaxshi to'g'irdim mana. Piyozni to'g'ramaysiz, siz yaxshi ko'zingiz yaxshi chiqib qolarmi kerak mana. Hozir uningga muhira yaxshi mahorat yetildirdim jig'ilmas. Yetildirdingizmi? Unda bo'lsa yerim piyozni siz to'g'rang, yerim piyozni men to'g'rayay. Ma'qul bo'ldi. Piyozni qanday to'g'raymiz? Piyozni şu nipis qilsiz qarang. Bunday qilib nipis qilsiz. Men sizga beray. Mana nipis to'g'raysiz. Buni chanamaymiz juma yana kelib. Bunday qilib, mana bunda ilib, reti bilan. Keyin uni siz chanab bitasiz. Bunday qilib yana biqil chanaysani. Mening ma to'g'rag'inimni chanamaymiz. Yeb ketdingizmi? Ekmek pek tez buni tukam. Ama yemek pek o'ng'ay. Birdan deyapti. Necha sekund deyaptimizdan ha? Uni necha sekund yeyalar aynan shu siz bor faqat. Shu o'singizmi? Bu bek tam kirgizdi har qanday tamoqqa. Piyozning salomatga qanday foydali taraflari bor bilamsiz? Bu piyozga qonni suyuqlantirdi. Mayni bachilaydi. Qon bosim qilmaydi. Shuning foydasi bor. Shuni qilib beraman. Bilettim ben de siz. Şuna buldu qalıqını bilettim. Şuna buldu qalıqını bilib, şuna özüm qilib beraysan. Siz şi mədət aldınız. Bu bəsəsiniz bir itbaqna dedim qoy. Hem çünkü ben bugün bu programda itbaqmagan görmələr vakaltan siz bilan müsabiqə qilishyotim. Siz üget küçü unda qo'ygandan keyin vazimda yetaklashingiz normal ahvolda. Normal. Bu piyoz bek chiqib qo'ydi bugun sog'an. Endi jiq bo'lsin, hech nima bo'lmaydi. Piyoz bo'lsa ta'mlik bo'ldi. Ta'm shunday yaxshi bo'ldi. Shu topda Zulfiya xonim bilan bugungi qiymalarni tayyorlab oldik. Endi biz qiyma to'g'rash jarayonini Zulfiya xonim pek adabimni berdingiz juma. Ish qilib, bo'pti. Bugun siz ustoz bo'lgandek men ortiq yaqindim. Ammo lekin men to'q qozonni ishlatadigan yer kelgan chog'da elini qilaman. Uni yolvordigan ish chiqadi. Shundan yaxshi muomala qilmasangiz bo'lmaydi. Navbatda 15 minutda yaxshi diplomatik munosabat o'rnataylik. Ma'qul. Bo'lamdi. Bo'lmasa Bo'lmasa oxirida yana o'tib chiqadigan gap. Bo'ldi. Endi hozir buni qarmush soldingizmi deyman? Qarmush. Qarmushdan qanchalik soldingiz? Chechimi? Bugun biz hozir ishlatganimiz yana davomli bizning programmamizda alohida qo'llagan haydov xurishlari. Chechimi? Bo'ldimi? Bo'ldi. Demak, buningga biz yarim qo'shiq atrofida, bal qo'shiqda yarim qo'shiq atrofida salsak muvofiq qildik shunami? Bo'ldimi? Bo'ldi. Siz menikiga oz og'iz qo'yishingiz ruxsat yo'q edi. O'xshamay qolsin deb. Ya o'xshaydi. Bo'ldi. Bo'ldimi? Endi tuz. Buni yana tuz soldingiz shunaqa. Tuzdan qanchalik soldingiz? Tuzdimi? Bir qo'shiq sil. Emas, shumi? Shu. Bir qo'shiq sil. Bir qo'shiq salsam. Nima mening har bir ishimga gumon bilan qaraysiz? Men toza ishlamayapsizmi? Endi ochig'im keldi bekam. Ikki qozonni o'zingiz yetasiz. Yo'q. Bir qo'shiq. Bir qo'shiq. Bir qo'shiq. Bo'ldi. Bo'ldimi? Boshda tuz bilan qarmushniki go'shtga yeyishiga to'liq sinishi kafolat qilish uchun go'shtni ilashtirib olamiz. Orqadan piyozni boshirib qilamiz. Endi xamirimizni kelamiz.
Hem de bunu açımız. Başka açalım yerdim dolu assak. Şuna hayvan hiç korkar. Onu içilmaydı daha yanlarım dar kısamaz. Onu geçelim. Ne bana geldi? Yaman gelsiz. Stop Botma xemirma fadi. Şunda bez optu. Muştaq sozulduğan adet bilemda. Sozulduğan adet buldu. Mesela görmede müştür tekme iniq göz qoysanız qaysı adet gəlsə onu kim bolğan buldu. Bu ilk mantına xemir olğanda ki, tınılsa xemir, bunun içinde ilk xemir turuşpa, soda nim bu xemir turuşpa olğanda ki, bu öz tınıslam, özüge de yiyildi. Özlükü yiyildi şunaq bu. Bana birini sizge berme, siz yiyilsi, bir kallekni. Şunu alıp kıplam, şunu alıp yayımız bunu. Hazır bizning ishildi atqanimiz yana o'xshashlar nazifa turmush buyumlari. Qarmoqqa intayin ranglik bo'lib, yoshlar intayin yaxshi ko'radigan ranglarda layyalangan. Uning ustiga bu o'zligidan piqiraydigan bo'lg'achqa qulaylik. Buni yumaloq etishning hojati yo'q ekanda. Şunu alıp assanız bo'ldi. Tushunaman? Yumaloq etishning hojati bo'lmagancha bu. Tartın, qo'lingizni ilib, tartın. Bo'lmaydi men o'taqman. Aldırmay göstermemiz olmaydı Zulpiyara. Siz Uzun çıralık çıksın da beni pek kasti yutup arsızcı mı? Ya onu koysun Kasti bulmaydı şu, onu kısak bulmaydı diye. Anı kana akıllı ben? Asla tatma. Ya, onda tatmaysız, bunda tatsız, bunda kılıp durup. Da tatsınız sel nipizleydi ha? Ben nipizle atıdım. Onda tatsınız sel nipizleydi bu. Endiki manında koyap, bunda körlerini de tat koyap. Şunun ismi embilmesel küçük yap kavadı. Şundaq biz kolaylık olsun için bugün küçük embilini işletken olduk. Bana bu tamak sel küçük yap kaldık ya. Bundan hiçbir yoğanmay, oyma koyup gitip var da. Siz şu abaytınca pek bir sebettiniz xemirinizini. Basmayı şu ekiltip, xemirimi şu ekiltip, Bana otan ötürüp. Ya ondan otan diyorsun. Boğazını ekilesiniz buldu. Sizin sel küçüğüyle xemir bergentim şun sel küçüğüyle çıktı hocam o. Normal mı o? Ha, normal oldu. Bu hazır. Bu çör yanı kılına. Da bu çörsün kız. Eşitip etmem. Ya jıtılmaydı o. Jıtılmam da. Benim demiş ki xemir egir bugür çık kaldı. Yaşınmaydı. Körken gibi tasir etmeydi o ya? Ya yetmeydi. Bunun hem kuyruk may sürkeyimiz. Kuyruk may. Tamam çör sal kendin çık kaldı. Ya hazır nipizleyimiz. Nipizleyim de çatıkımız olmaydı. Ha, çatıkımız olmaydı. Onda kılıp hem yeri tek kuyruk may sürkeysiz. Elime qarang. Da siz qo'ymaydi. Tekshi surkan. Surkan. Ha. Bu tekshi surkitamdan ichiga. Surkaysiz. Tekshi surksangiz, andan qat chashma go'shtdan chiqadi. Bu xonani turqidilam yeng qilgan qo'ymay ekan oldu. Yeng qo'ymay ekan. Bu. Qijmangizni surkan. Lekin bu hozir haqiqatan kishini intayin jalb qilgan yangicha bir xil taom turi bo'ldi buni. Bulimi yoshlar uyim yomon chaqirgan chog'da qitmas va xo'shib ketdi deb ajab loyida bir xil g'ayri yo'qdi deb ha. Bekbey zuldu. Mana. Buni tushumsal yo'g'on. Yine manigina ma o'g'layis bo'lgan bo'ldi. Ha. Endi ma oldin bunda torting. Oldingizda tortsiz. Oldimga. Bunda tortib turib. Ondan keyin yegazaq seytaya. Yaqinda sama bo'ldi. Sog'im ketib bordi. Ha, selam. Ha. Da torting. Tortib yo'g'an. Ha. Yo'g'aymiz bunda qilib. Torting. Jitilkasi chu. Ya jitilmaydi. Ha, torting. Bo'ldi mi? Ha, torting. Qo'rqib ketib borma unda degan o'g'lim. Yo'q, qo'rqma. Post teshilib atrofida go'sht chiqib qolsa, meni sa chiqib qolsa, undan keyin maqsadim ketdim deb yilqa kulma degan kulqog'izlar ishadi kulib. Hozir vallah bu sal teshildimi yeri? Teshilmaydi. Baribir teshildi u. Jibshini bormi? Ha, jibshini gapirdi bunga. Ha, endi bunda qilamdi. Manda qilib, buni ham dilqa yuttaznikidek bunda qilib. Akila. Da cho'g'da. To'xtasiz qilaman sizni do'ra paqay. Ha, Ekraldagi aziz ko'rmalar 30 sekundlik e'londan keyin yana davomli diqqatinglarda bo'layotgan Urum shahridagi 360 muzikalik restoranda ko'rinishga ilinayotgan Ijildas xonam programmasi. Shu topda bizning ixlosmand ko'rmanimiz bo'lgan Maytaqdan kelgan Zulfiya xonim bilan birlikda bugungi chashma go'shtdan qilish faoliyatimizni davomlashtiryapmiz. Yuqorida biz chashma go'shtlarni o'rab nayt chiroyli qilib oldik. Demak, endi hozir biz bu bosqichni yana qaysi usullar orqali tamomlaymiz? Endi nipis ochimiz buni. Nipis. Qanaqa qilsak nipis ichildi? Bizda bas, nipis ha. Ekiltib, plan basimiz.
O'tdan. Endi manımda qilib qo'ydik. Sal turib olsin. Bo'lma. Endi qozonga moy quyib sal qizitib olaylik. Bo'ldi, unda qo'ysa. Otni yiqib. Obim bek po'yit ketib boradi. Yo'q, o't yiqib berma. Bo'lmaydi aga. Qapma. Ispadim. Avval o'tni to'yara qilib olaylik, mayda qo'yib vaqtchilik, ha. Bu maydonniki yaxshi yeri. Buni biz maydonniki miqdorini bilalaylik ekanmiz, qanchalik qo'yganimizni. 200 litr qo'ying. 200 ml shunami? O'shuncha men o'zim qo'yman shunaqa. O'shuncha ko'z pulamda. Qo'ying. O'sha qo'yibsiz, ha. Men buni qo'yibdim. Mening miyim qizi deydi. Ciddilik ketib borma, mayli. Hayrat qiling. Unda qo'ysa sizga omadli yer bo'lsin, Zulfiya xonim. Endi qog'ini o'zingiz pishirsiz, ha? Ma'qul. Daha pişirsiz. Kolunuzda. Nam. Aslında çökültülük. Bunda deganimiz. Ma'noda bir shunami? Ha, men bildim. Buni o't ishlik bo'lish kerak degan Ha, ishlik bo'lish kerak shu. Ha. Çökültülük. Bu çökülmeye bassa bunun içinde. Qanayroq Zulfiyada? Shundan Sizning atrofda ahvol qanday bo'lyapti naq maydondan? Ahvol shunday yaxshi. Sizning nima qilib nefis chiqdi, chiroyli chiqibdi. Biz chiqmadi, sizdan o'xshash ikkimizniki. Ya siz o'zingizga chiroyli qilyapsiz. Lekin hozir buningdan shunday bir xushpuroq chiqyaptiki, odamning ishtahasini bak ichi yutib bordi. O'rnindek bo'lib ketdi. Nima shu bo'ldi? Nima qayzadi? Shu bo'lib ketdi. O'tni pasaytib turmay. Qanaqa qilaman de? Sal pasaytib turing. Hech qanday masala yana o'rgancha emasmi? Ketib qoldi yostiga. O'chirib tematni. O'chirib turing. Shuna qilgan chaqda hozir Zulfiyada meni bir mag'lub qilish hadisi yuz berdi. %100 emas, mayada azroq butun qismi bor. Ko'rmalarimizni bir tushuntirib qo'yay. Bunun hozir %60% yana qilib butun. Bu pishdi hamda. Ha, bo'ldi. Bu qog'inni qovurib, azroq bir qaydu laziqiya bilan aralashtirib, uni o'zgacha bir xil yemekga aylantirib yeyishga tamamen bo'ladi. Qadrli do'stlar, xuddi sizlar ko'rgandek, bugun biz Zulfiya xonim bilan birlikda qo'l silib ishlab chashma go'shtdan qilishni o'rgangan edik, biroq mening haqiqatan tunji qitim qilishim mog'aligi uchun toza muvaffaqiyatli bo'lmadi hamda 59 numar o'tamidan bu imtihonni. Ya o'tdingiz, shunday ondan bo'ldi. Biroq sal chug'ilib ketdi. Chug'ilib ketdi. Chug'ilib ketganini isrof qilmasdi. Isrof qilmadimmi mana? Ha, isrof qilmay shunday qilayotganingiz nihoyat yaxshi oldu. Yaxshi oldu. Bu yaxshi oldu. Men o'ylab qoldim, buningga biz programmamizning boshlanishida degan limon bilan birlashtirib yesak, to'lim yaxshi bo'lganligini do'stlarniki sanligi sog'lig'i shunaqa. Shunlashqa bu yerda tavsiyamiz, agarda limonni bevosita ustiga silib yeyishni xohlaydigan do'stlar bo'lsa, azroq limon temtirasa, bu ham chuchumal bo'ladi, ham oson ko'ngilga tegmaydi. Shunlashqani shuningdek cho'nglarimiz uchun yana bir qancha parcha limon qo'yib qo'yamiz. O'ziniki iste'mol ehtiyojiga asosan tetib ko'z bo'ldi, shunaqa. Chashma go'shtlarni tayyorlash usuli tuvanligicha. Oldi bilan bir piyola unga kichik bir bal qo'shiqda yarim qo'shiq echitqu, ya'ni bo'ldirg'ich, yarim kichik qo'shiq soda talqini silib, ximir jug'iramiz. Ondan ximirni yo'gab 15 minut tindiramiz. Ondan go'sht va piyozni to'g'rab, cho'ngroq qiyma qilib ustiga qarmush talqini, tuz silib, rosa aralashtiramiz. Orqadan tingan ximirni no'g'ushda ichib, ustiga yangi eritilgan quyruq yog'ni takshi yeyitimiz. Ondan qiymini ximirga yeyitib, ximirni ikki qo'limiz bilan sirtidan ichiga qarab, tartib turib yo'gaymiz. Yo'galgan ximirni yutal shaklda, ya'ni yo'gab, qo'limiz yoki no'g'ush bilan ustini takishlaymiz. Ondan qozonga 200 mm atrofida yog' quyib, yog' chuchigandan keyin ximirni solamiz. Orqadan ximirning qozonga tutib kelishidan saqlanish uchun to'xtamay pirqirtamiz. Shu tariqada chashma go'shtlarni o'zimizning iste'mol ehtiyojimizga asosan pishirib, taqsiga ilib iste'mol qilsak bo'ladi. Chashma go'shtlarning tabiiy issiqqa moyil bo'lg'achqa, limon yoki chilg'an sayga o'xshash sovuq tabiatlik yemekliklar bilan qo'shib iste'mol qilishga toza bo'p keladi. Bo'ldi, qadrli do'stlar, shu topdan Zulfiya xonim bilan aytgan bugungi chashma go'shtinimizmi tayyor bo'ldi. Men toza yaxshi qilmay qoldim. Endi qozonning haroratini, temperaturasini tanishmaganligim sababidan maysiz degandek vaqtida toza qizdigan vaqtida samog'achqa buni sal chechilib ketish, cho'lib ketish, uning ustiga maydalik qaynab ketish hadisi yuz berdi. Sizning qarmoq qilamamda
Meniki qargan chaqda yaxshi pishibdi. Hozir og'zimiz seriq suvlar kelib ketdi. Yeyib Shundan tetib eqingan. Bo'ldi. Buni qanday tetimiz qo'llanmab dedi. Qo'llanmab ketsa, bu chashma go'shtdan bo'lgan ekan, buni kesishga yana bir qilishga bo'lmaydi. Mana tetib bilan beqish kerak. Asaq qilamda. Bo'ladi. Men sizniki deb boqay. Tetib eqin. Va haqiqatan bag'dimizlik bu qandaq mizlik degan chaqda buning qiymasi da bir turdek biz odat yeydigan go'shtning qiymasidan ta'm bor. Undan keyin go'shti shuni aytaylik mayda mizlik olib chiqqanda qarmoshdan ta'm bor, singan. Meniki tetib eqa. Ya sizlar shuna yaxshi bo'pti. Shunaqmi? Birinchi qidim aytgandek bu shunda undan bo'pti. Xil men degan odamlar aytamaydi bu tamam. Shuna desangiz xil. Shunda yaxshi bo'pti herhalde. Shunda yaxshi bo'pti. Chunki achursin biz ham chugilib qoldik, bo'lmasa amaliyot shuna yaxshi bo'ldi. Bugun maytaqdan bizning programmamizga alayda qadam tashrif qilgan Zulfiya xonim biz uchun ayt yaxshi ajr qilib o'xshagan chashma go'shtlarni qanday tayyorlashni o'rgatib qo'ydi. Men bu odat o'yli g'ozichoq aytgandek shuna chiroq chiqardi, men to'qcha qo'ygandek. Bo'ldi, chashma go'shtlarni ham shuna bo'ldi. Qanday qilib bo'lishidan qat'iy nazar oxirida biz yana bir qatam yo'lni jiraq ko'may programmamiz uchun alayda qadam tashrif qilgan Zulfiya xonimga rahmatimizni bildiramiz. Undaqda ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, Kingsan programmamizda oshpaz do'stlar Nijat Vali Yaqub yana kimlar bilan qanday o'xshagan tomoqlarni etishni o'rgandigandi hamda do'stlarga o'rgatib qo'ydigandi. Agarda buningga qiziqsanglar, kelar juma kuni Urumchi vaqti soat 7 dan 18 da televizorni Şinjan televiziya stansiyasining 9-kanaliga to'g'rilashni unutib qolmaysizlar. Kingsan programmamizda ko'rishgacha omon bo'linglar. Men Nijat, xayr xo'sh.